Ana tishyapti, ana. Bugun sizlar bilan bolani burnini yuvishni o'rganamiz. Yuvishdan avval mana shunaqa qilib burnini ochib olamiz. Burni ochilgandan so'ng dolfin yordamida mana shu shaklda yuvamiz. Dolfinni qanaqa tayyorlashni mana bu videoda ko'rsatib o'tganman. Bolani boshi oldinga biroz engashgan holatda, og'zi ochiq turgan holatda yuvaramiz. Bu usulda burunni yuvish 3-4 yoshdan oshgan bolalar uchun to'g'ri keladi. Muolaja xavfsiz, ayniqsa shamollash va allergiyalarda juda ham qo'l keladi. 1 yoshdan oshgan bolalarga bo'lsa, mana bunaqa shpris bilan yuvsa bo'ladi, natriy xlor yordamida. Kichkina bola topolmadik, shuning uchun katta o'g'limni ko'ndirishga to'g'ri keldi. Oxiri rozi bo'ldi. Burnini yuvish uchun mana shunaqa qilib, xuddi dolfindagi bitta tarafdan yuvorish kerak edi va u ikkinchi tarafidan oqib chiqishi kerak edi. Lekin shuncha urinishimizga qaramasdan nimagadir suyuqlik ikkinchi tarafdan oqib chiqqani yo'q. Qayerda xato qilganimizni bilish uchun hattoki o'zimda ham sinab ko'rishga to'g'ri keldi, lekin o'zimda ham o'xshamadi. Shpris napori bizani burnimizga kamlik qildi. Kichkina yoshdagi bolalarga bu to'g'ri keladi. Va oxiri baribir katta o'g'limni ham burnini dolfinda yuvib qo'ya qoldik. Ko'rib turganinglardek, juda ham ko'p ajralmalar chiqdi. Oddiy suv bilan qoqqanda yoki bo'lmasam burunni yuvadigan dushlar bilan yuvganda bunaqa shaklda ajralmalar ko'p ajralib chiqmaydi. Ular shunchaki yuzaki yuvib qo'ya qoladi xolos. Burunni chaqaloqlarda bo'lsa, natriy xlor tomizib olib, bir necha tomchi mana shunaqa aspiratorlar yordamida tortib olsak bo'ladi. Ularda bunaqa объемный промывание qilib bo'lmaydi.